Assalomu alaykum suyimlik do'stim. Qayta tug'ilish darsxonamizga kelganingizni qizg'in qarshi olaman. Men hayotinglarni qaytadan qurib chiqish safaringlardagi eng yaqin sirdosh do'stinglar Xonqiz Hasan bo'laman. Biz oldingi darslarimizda angliq hayot va angsiz hayot haqida paranglashgandik. Bu orqali odamning hayotiga faqat uning bilimi emas, balki eng muhimi uning ichidagi o'y-fikrlari, ishonchlari va hissiyotlari texmi cho'ng ta'sir ko'rsatganligini dastlabki qadamda tushungan bo'ldik. Bugungi darsimizning temasi energiya va chashqan degan temani tushiradigan oldi bo'ladi. Bu temani anglaganda balkim ba'zilar chashqan bilan psixologiyaning nima munosabati bor deb o'ylash mumkin. Ammo bugungi darsni anglab bo'lgandan keyin balkim siz o'zingizning hayotini boshqacha ko'z bilan ko'rishga boshlaysiz. Darsni boshlashdan burun men bundaq bir o'qishni sizlar bilan o'rtoqlashay. Agar qo'limizda dunyodagi eng yaxshi urug' bo'lsa-mu, agar yabbak qattiq bo'lib ketsa, u urug'ni teryanmaymiz, shundaqla tersaqmi, u urug' o'smaydi, mo'l usul ololmaymiz degan gap. Endi bir dehqon nima ish qiladi deganda, u urug'ni ya qattiq ekan deb tashlab etmaydi yoki bevosita qattiq yerga solmaydi. Avval yerni yumshtidi, yerni og'dirdi. Andan urug'ni teriydi. Buni hammamiz bilamiz. Nima uchun deganda, bu yerda hamda urug'ning masalasi yo'q, masala yerda. Ba'zida hamda hayotimizmi dal mushunga o'xshaydi. Masalan, men nimishqa o'zgarmayapman? Men nimishqa davomli bearam bo'laman? Men nimishqa davomli yolg'izlik his qilaman? Men shuncha tirishsammi, yana nimishqa natija yo'q? Hamma kelishmaslik nimishqa mening beshimga keladi? Nimishqa men doimli nasbasidi? Nimishqa meni hech kim yoqtirmaydi? Nimishqa mening ishlarim davomli ta'tirmangdi degandek bir qator savollar va to'qinishlar davomli bizni qiynaydi. Ammo ba'zi vaqtlarda masala bizningki hargizmi iqtidorimizda emas. Balki biz ishlatayotgan usul yoki qarashimizda, shundaqla yashash yo'limizning, yo'linishimizning xatoligida bo'ladi. Shunga bu darslarningki maqsadi sizlarga qandaqdir bir sehrli formula yoki bir sehrli ishlarni o'rgatish emas, balki o'zimizning ichimizga qaytish safarimiz, shundaqla ichimizdagi qalbimizdan iborat ruhiy dunyomizni azroq yumshatishdan iborat. Chunki bu bizning qalbimizdan iborat asli intayin yumshoq, intayin go'zal bo'lgan bu makon balaligimizdagi jarohatlarimizda har qanday insonga o'rtaq bo'ldi. Balalikdagi jarohati bu bir ma'lum bir nuqul insonlar qaratilgan emas, butun dunyodagi barliq insonlarning balaligidan shakllangan zaxmalar bo'ldi. Buni ro'y zaxma deymiz. Buni keyin texadimmi cho'nqir so'zlaymiz. Endi mushu zaxmalar tufayli biz hamda Allah bugunga hech qancha yaxshi kirgan bo'lsak, bu yashash jarayonida, angsiz yashash jarayonida mushu ro'y zaxmalarni chigilib qolgan ro'y chigishlarni yeshib yetmaganligimiz uchun bu zaxmalar bizga umr bo'yi hamroh bo'lib, Allah bugunga qadar yo'g'inab bu zaxmalar bu ichimizdagi har xil hissiyotlarni shakllantirib, ichki aqidlarni shakllantirib, sirtqi muhitni shakllantirdi dedik. Shundaqla bizningki shu realligimizdagi har xil kelishmasliklarni, har xil masalalarni paydo qiladi. Demakchi bo'lganim, hamda mush sababdan bizning ichki dunyomizdan iborat bu qalbimiz bizga qetib ketgan bo'ladi. Xuddi abayman o'xshatgan yerdekda qetib ketgan bo'ldi. Yova, o'cho'plar, tikan yantoqlar o'sib qolgan bo'ladi. Endi biz mushu qalbimizdan iborat bu munbat yerni, mush psixologik uqumlarni turmushimizga eng yaqin bo'lgan. Biz odatda shartlik refleksdaklam bu normal deb qarab ketgan. O'zimizmi xatoligini bilinmay, hozirgacha qo'llanib kelayotgan nurg'un amaliy misollar orqali tushuntirib bu qalbimizni yumshatamiz demakchi. Chunki ichki dunyo o'zgarsa, tashqi dunyodagi yuz berishlarmi asta-asta o'zgarishga boshlaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, tuandagi hikoyani birlikda anglab boqaylik. Bir kuni ikki chashqan paranglashib qopdi. Birisi kulib turib debdi-da, "Men baxtlik, men bir boyning uyida turma. Har kuni atganda o'rnimdan turib, azroqla aylanib qo'ysam, yeydigan narsamni tepib olaman, bak charchab ketmayman" debdi. Ikkinchi chashqan
onun gapini anglab kulimsirabdi, biroq ko'zlari intayin nursiz, xunuk va charchagan holatda debdi-da. Sen rostila bek baxtli ekansan. Men bo'lsam bir namratning uyida turaman. Har kun atiganda qopima, atigandan kechgacha yugurib bir bulongni aqtirib yusammi, ba'zi qo'rsqim to'yg'idek bir narsa topolmayman debdi. Endi o'ylab boqayli, qaysi chashqan ko'proq tirishyotdi deganda, albatta ikkinchisi. Endi u ko'proq yuguraydi, ko'proq charchaydi, ko'proq izlaydi, ammo natijasi oz. Birinchi chashqan ancha ko'p kuch chiqarmaydi, biroq natijasi yaxshi. Endi hayotda mana shunday ko'rinishlarni hamma yerda ko'ra olamiz. Bu yerda bir narsani eskartib qo'yay, bu hikoyadagi boyning uyi bilan namratning uyi hargizmi bizningki tug'ilgan ota-onamizning uyini, oilamizni ko'rsatmaydi. Bu bizningki hayotimizdagi tashqi dunyoni, ya'ni shu muhitda, tashqi dunyoda biz uchrayotgan natijalarga simol qilingan xato tushunish bo'lib qolmasin. Andan keyin demak hamda hayotda ba'zi kishilarningki ishi bek o'ngishliq bo'ladi, ba'zilar bo'lsa kech kunduz tirishadi, ammo natijasi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Aksicha nurg'un masalalar kelib chiqadi-da. Bundaq vaqtda biz doim yoki o'zimizning qobiliyatimizdan gumonlanib og'rinamiz, yoki bo'lmasa ish o'ngishliq bo'lgan kishilardan gumonlanib, ulardan to'xtamay qusur izlab, ularni ayblashga boshlaymiz. Bu orqali o'zimizga ancha tasalli topgan bo'limizda. Mana bu biz insonlarning hayotlik jarayonidagi eng chong xatolashib qolgan nuqtamiz. Shuning uchun biz endi o'zimizdan og'rinish yoki boshqalar bilan selishtirishdan burun azroq to'xtab, o'zimizning ichki dunyomizga qaytishni bilishimiz kerak. Biz har vaqt hamma narsani kontrol qila olmaymiz, ammo o'zimizning ichki inkosi va o'rganish usulimizni, yashash usulimizni asta-asta o'zgartira olamiz. Bu tamoman bizning qo'limizdan keladi. Chunki ba'zida bir kichik tushunchangizning o'zgarishi uzun yillik natijasiz tirishchanlikqa yangi bir unumli yo'nalishni ko'rsatib bera oladi. Endi bu yerga kelganda nima uchun o'xshash odamlar shunday o'xshamagan natijalarga erishadi? Buning ichimizdagi, ya'ni qalbimizdagi negizlik sababi nima degan savol tug'iladi. Bu masalani biz yana bir qadam ilgarilagan holda yana bir metafora orqali tushunib boqaylik. Ya'ni Olam bankasi degan so'z bilan tushuntirib boqaylik. Endi bu bir o'xshatish, har bir odamning ichida bir ichki banka, ya'ni ichki boylik, ro'yi boylik bo'ladi. Buni biz ko'rolmaymiz, tutanmaymiz. Biz buni Olam bankasi deymiz. Masalan, ikki o'xshash odamni misol olsak, birisining Olam bankasida $200 pul bor deydi, yana birisinikida $1000 pul bor desak, oldidagi odam bir kun kechgacha qanchalik jafoliq tirishsimi, u yanala shu Olam bankasidagi $200 pulga erishadi. Endi yana bir ikkinchi odam bo'lsa, u tirishsimi, yoki azroq tirishib qo'ysimi, yanala shu $1000 pulga erisha oladi degan gap. Endi bu degan gap endi tirishmay o'ngda yetib, shunday bir talay bor. Shunday talaylik odamlarningki puli asonlik kelib qoladi, bu shu to'g'ri yashash usuli deganlik emas. Buni keyingi darslarda ham cho'nqirlaymiz. Endi bu banka, ya'ni Olam bankasi nima tarafidan belgilandi deganda, bu bankadagi pul tamoman bizning ichki energiyasimiz tarafidan belgilandi. Undaq bo'lsa, bu yerda energiya degan so'z chiqdi. Bu bugungi darsimizning eng muhim nuqtasi. Undaq bo'lsa, ichki energiya degan nima? Bu yerdagi odamlarning ichki energiyasi deganimiz ichimizdagi har xil hissiyotlardan kelgan. Ya'ni qo'rqish, achchiq, o'zini tuan ko'rish, g'azab, uning ta'siri bo'lgan xushallik, baxt, xotirjamlik va bexatarlikdan iborat mushu bir qator hissiyotlardan kelgan. Shundaqla bu hissiyotlarningki bizning o'ylarimiz, diqqatimiz, so'z harakatlarimizga ta'sir qiladigan kuchini ko'rsatadi. Oddiy bir misol olsak, xuddi mashinaga gaz yiqilib bo'lib mang'uzgandek bizning harakatlarimizga, so'zlarimizga, qilayotgan ishlarimizga bizning ichimizdagi energiyasimiz yiqilg'i bo'lib harakatlantiruvchi kuch bo'ladi. Bu yerdagi hissiyotlar, abayqi bir qator hissiyotlar asli hammasi normal kelgan hissiyotlar. Ular hargizmi bizning dushmanimiz emas. Masala bizning bu hissiyotlarga qanday inkas qaytarishimiz va uni qanday tarjima qilib tushunishimizga bog'liq. O'xshamagan odamlar o'xshash masalani har xil tushunadi, har xil tarjima qiladi kalasida. Shundaqla hamda bu hissiyotlar masalda odamlarda tuan energiya va yuqori energiyani paydo qiladi. Masalan, qo'rqish, achchiq,
o'zini tuvan ko'rish va g'azabdan iborat bu xil hissiyotlar ichida ko'proq salmoqni egallaydigan odamlarda bir xil tuvan energiya shakllanadi. Endi bu energiya yana masalda sirtqi dunyoda kasallik, namratlik, baxtsizlik atalmış har xil masalalar bor va nachar kishilik munosabatlarni paydo qiladi. Endi xushallik, xotirjamlik, bexatarlikdan iborat bu yuqori energiyalik hissiyotlar masalda sirtqi muhitda boylik, baxt, sog'lomlik va intayin yaxshi bo'lgan kishilik munosabatlarni paydo qiladi. Demak, ichki dunyomiz sirtqi dunyomizni shakllantiradi. Demak, bu yerdagi bizning olam bankimizdagi boylik dal bizning ichki dunyomimizdagi hissiyotlar tarafidan belgilandi degan gap. Endi biz buni bir oddiy grafik orqali tushundirsak, psixologiyalik grafik, bu boylikni nol holati desak, bir grafikninki neytral holat, nol holati desak, bu grafikning to'pisi musbat, osti manfiy. Endi bu grafikninki to'pida, boylikning ustida xushallik, xotirjamlik, bexatarlikdan iborat bu musbat energiyalar turadi, hissiyotlar. Uning ostida qo'rqish, achchiq, g'azab va o'zini tuvan ko'rishdan iborat bu manfiy hissiyotlar turadi. Endi bu energiyalarningki harakat qilish qonuniyatiga asoslanganda bu tuvan energiya yuqori energiyaga qarab mangudi hamanchu. Shunglashqa bu boylikdan iborat bu neytral nol holatdagi bu energiya davomliq ustidagi xushal odamlarga, bexatar tuyg'usi yaxshi odamlarga, xotirjam odamlarga qarab oqdi. Endi mavu uning pulning ostidagi boylikning ostidagi achchiq, g'azab, qo'rqish, o'zini tuvan ko'rishdan iborat bu manfiy hissiyotlar o'zidan yuqori bo'lgan pulga qarab mangadi. Demak, bu tuvan energiyalik odamlar biz davomli pulni qo'g'lab yurimiz, tirishib pul topama, tirishib boy bo'lama, iqtisodiy erkinlik erishma deb. Lekin uni tutanmaymiz. U davomli boylik davomli o'zidan yuqori energiyalik odamlarga qarab boqadi. Demak, bu yerda burunqi bizningki pul boyga, suv soyga oqidi degan gaplarning ma'nosini ilmiy yo'sinda ozroq tushungandek bo'ldik. Undaqda biz bu hissiyotlarni bir qadar kuchli energiya deymiz. Endi biz buni texmi cho'nqur tushunib baqsak, bu energiyalarni-chi, hissiyotga munosabatli bu energiyalarni. Endi butun olamning, butkul olamning asli mohiyati energiyadan iborat bo'ladi. Ya'ni biz ko'rayotgan quyosh, yulduzlar, planetlar, tog'lar, toshlar, suvlar va dal-daraxt, o't-cho'plar, o'shalarning hammasi energiya bilan to'lgan. Hatto biz ko'zimiz bilan ko'rayotgan, lekin hech nima yo'q deb qarilayotgan bo'shliqlardimi ajoyib g'oyasur energiya bo'ladi. Demak, yo'qlikning o'zi amaliyotda g'oyasur bir energiya. Eng kuchli energiya bo'ladi hisoblandi. Buni astronomiyada isbotlangan. Yo'qlikning o'zi bir energiya, hech nima yo'q, bo'shliqning o'zida g'oyasur energiya bo'ladi. Endi odam badaniga kelsak, bütün bedenimizdeki her bir hücrelerimiz, her bir tal molekullarımız, en küçük birlik atom zerreçilerimiz, şundaqla onundan mı küçük boğan kuant zerreçilerimi energiyadan ibaret buludu. Hem de meşhur fiziki alim Einstein bu haqda biz insanlar asli gayet zor çoğun, mislisiz çoğun bir qozonda qaynayotgan energiya sho'rpisining ichida yashaydi ekanmiz degan mashhur so'zni qilgan. Demak, hayotdagi bu butun jarayonlar, yuz berishlar mana mushuman abay sanagan sonsizligan energiyalarning to'xtamay harakat qilishi va bir-biriga ta'sir qilishidan shakllangan bo'ladi. Endi hissiyotga kelsak, ular energiyalarning ichidagi bir qadar kuchliroq bo'lgan energiya hisoblandi. Hissiyotni biz tutanmaymiz, ko'ranmaymiz, qarsak yo'q, biroq u mavjud. Bu haqiqat. Biz uni his qila olamiz. Masalan, ochiqlanish, qo'rqish, xushal bo'lish degandagi hissiyotlarni biz his qila olamiz. Demak, bu mavjud. Endi bu mavjudlik yo'qlik cheksiz yaqinlashgan bo'lg'achqa biz abay yo'qlikning o'zini bir kuchli energiya dedik emasmi? Shunga hissiyotlarning energiyasi bir qadar kuchli bo'ladi. Shuning uchun barliq odamlarning masalasini biz hamda mundaq 3 turga yig'inchoqlaymiz. Birinchisi kishilik munosabat masalasi.
Endi bu kişilik münasebet meselesiga ata-ana bilan bola o'rtasidagi münasebet, er-ayollik münasebet ve cemiyetdeki do'st va xizmatdosh degandek turli munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bu birinchisi kişilik münasebet meselesi. İkincisi sağlamlık meselesi. Turli kasalliklar. Endi bu intayin muhim bir mesele hayatımızdaki. Üçüncüsü baylık meselesi. Turli pul tepish, qarz va yoki boshqa pulga munosabatli masalalar. Demak, butkul insonlarning hayotida mana shu 3 turli masala bo'ladi. Buning variantlari bor, men degandek. Nurg'un variantlar bor. Mana shu masalalar yuz berdi hayotimizda, mana shuni hal qilamiz, mana shundan qutulamiz deb yashaymiz. Demak, shu masalalarning hammasini bizning ichki dunyomizga energiyalarning turi va yuqori tuvan bo'lishi belgilaydi. Tashqi dunyoda sababi yo'q demakchi. Endi bu yerda axırda minnatdorlik to'g'risida azroq to'xtalib boqayli. Ko'p sonliq odamlar minnatdorlikni xato tushunadi. Ya'ni ular minnatdorlik degan yuz bergan va erishgan yaxshi ish, yaxshi narsa va yaxshi shaylarga minnatdor bo'lish deb o'ylashi mumkin. Endi amaliyotda minnatdorlik degan masala yo'q deganlik emas. Masala bor bo'lsa-mu, bor ne'matlarni ko'ra oladigan bir ko'zga ega bo'lish deganlikdir. Masalan, nurg'un odamlar biz har kuni, har sekund, har daqiqada sumirayotgan, bizga shartsiz berilayotgan oksigenga bir qitimmi minnatdor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Har kuni o'zining ig'ir badanini ko'tarib o'zi uchun to'xtamay xizmat qilayotgan ikki putiga rahmat aytib baxmagan bo'lishi mumkin. Chunki insonlarning mingisi tabiiyla o'zida yo'q narsalarni izlash ko'nib qolgan. Mana bu biz insonlarning yana bir ezib ketadigan nuqtamiz. Albatta, bu ishlarni ichimizdagi ruhiy jarohatlarimizning saqayishiga ergishib, o'zligidan o'zgarishga boshlaydi. Endi bu ichimizda jarohat bor, ruhiy jarohat, psixiklik tugun. Ashlar bor turib, biz hargizmi haqiqiy xushal bo'la olmaymiz, haqiqiy minnatdor bo'la olmaymiz. Bu haqiqiy xushallik, haqiqiy minnatdorlikni faqat do'rg'ili bo'ladi. Buni haqiqiy paydo qilolmaydi. Bu qanday paydo bo'ldi deganda, bizning ichki jarohatlarimiz saqayganda bu tabiiyla ajoyib kuchli holatda yuz berdi degan gap. Endi shundaqmi, endi hozirdan boshlab turmushimizdagi biz minnatdor bo'lishga arziydigan kichik ishlardan boshlab sanashga diqqatimizni berishni, yo'tkashni har kuni bir minut vaqtimizni chiqarib sanab qo'ysak, bu kichik odatlar yig'ilib, cho'ng yaxshi natijalarga sababchi bo'ladi. Amaliyotda biz bizga berilgan ne'matlarni hargizmi sanab tugatolmaymiz. Dunyodagi eng tas matematika nima deganda bizga berilgan ne'matlarni sanab tugatolmaslikdir. Endi oxirida biz endi bu energiyaga munosabatlik ikki xil oddiy turmushimizdagi bir sanoq tajriba topshiriqini ishlab beqishinglarni tavsiya qilaman. Birinchisi, uyimizdagi mehmonxonaning chirqini biz yoritmoqchi. Lekin biz oshxonaning chiroq yoqish knopkasini bosamiz. Biroq mehmonxonaning chirqi yo'rimaydi. Yana basimiz, chiroq yana yo'rimaydi, qayta basimiz, chiroq yana yo'rimaydi. Shuning bilan biz yoki chiroqni buzilib qopti deb qaqshaymiz, yoki bu uy yaxshi emas ekan, bu uyning asarlarining sifati nachar ekan deb qaqshashimiz mumkin. Endi bu yerdagi masala qandaqdir chiroq yoki uyda bo'lmasdan biz bir xato knopkani besyapmiz. Hayotlikdimi nurg'un odamlar yuz berayotgan ishlarning asl sababini va yildizni bilmay, xato usullarni qo'llanadi. Tirishadi, biroq masala hal bo'lmaydi yoki aksicha ig'irlashadi. Shuning bilan o'zidan va boshqalardan shundaqla tashqi dunyodan og'rinib yuriydi. Demak, hayotlikdimi mana shundaq xato knopkalarni besib o'ynaymiz demakchi. Endi barliq masalalarimizning asl sababi knopkasi sirtqi dunyoda emas, balki ichki dunyomizda. İkinci xil təcrübə bo'lsa, psixologik sınaq bo'lsa, yüzümüzə qara qalam bilan kiçik bir siziqni sizimiz, əynəkdə əksimizni görürüz. Həm də bu siziqni sürtüb çıxırış üçün biz toxtumay əynəkni sürsək, bu hər gizmi çıxmaydı, çıxaramayız. Əks arqaga yeniblə yüzümüzdəki qara siziqni sürtüvəsəklə, əynəkdəki əksimizdəki qara siziqni dərhal yo'qaydı da. Bu dəl bizninki xuddi bir iş yüz bersə, sirtqi muhitqa eslavağınımız oxşaydı. Demək, Məsələnki yıldız işçimizdə dedik emasmı? Demək, sirtqi dünyadakı meyli biz yaxtırdıgan yoki xalamaydigan yüz berişlərinin hammasi bizning ichki dunyomizning sirtqi dunyodagi aks etishidir. Xuddi abayq aynakda yuzimizdagi qara siziq aks etgandeklar.
Yani köp sonliq odamlar hayotida mana shundoq xato knopkalarni besib, sababni sirtqi dunyodan izlab, xato usullarni qo'llanib, masalalarni hal qilmoqchi bo'ladi. Hayoti badaliga tirishidi. Biroq to'g'ri knopka besilmag'achqa, to'g'ri usul qo'llanilmag'achqa bu masalalar hal bo'lmaydi. Ma'lum darajada natija qozonganda qilgan bilan hayotining ma'lum bir bosqichiga, ma'lum bir nuqtasiga borgan chaqda yana qonqib asl holatiga qaytib qoladi yoki texidimi chunqur patqoqlarga betib azobga duchor bo'ladi. Hatto salomatligidan ayrilib, teximi chunqur bir tegi yo'q hanga kirib ketayotgandek hayotdan umidini uzadi. Demak, endi bu bir to'g'ri yashash usuli emas. Biz baştaki dersler degandek hayatımızdaki bir to'g'ri yo'linishini topamiz. Yoshurun engimizning harakat funksiyasini o'rganamiz. Andan keyin hayotimizga yetakchilik qiladigan bir ichki kompasni topamiz dedik emasmi? Demak, endi bugun energiya to'g'risida shunchalik so'zlaydi. Demakchi bo'lganim bizning qildig'imiz ham hayotimizdagi masalalarimizni hal qiladigan to'g'ri knopkani tepish. Bo'lundaq bo'lsa, bugungi darsimiz bu yerda tamam. Mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, agish velishni shundaqla yaqinlaringizga yo'llab qo'yishni unutmang. Kelar qitimliq dars ko'rishaylik.